Demak, assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Abituriyent 8 gazetasidan bir masalani yechaman. Demak, boshlaylik. Mol miqdoridagi 58.5 gramm monokarbon kislotaning kaliyli tuziga 0.3 mol kaliy gidroksid qo'shib qizdirildi. Natijada 70.8 gramm qattiq qoldiq hosil bo'ldi. 58.8 gramm karbon kislotaning kaliy tuzi eritmasi elektroliz qilinganda hosil bo'lgan murakkab gazlar hajmini aniqlang debdi. Endi men bu sizlarning vaqtingizni, masala ko'p vaqtingizni olmaslik uchun masalani yozib oldim. Hozirga tushuntirib beraman. Xo'p, videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin oxirida kommentariyada agar shunaqa sizga ma'qul bo'lsa shuni plyus qo'yib qo'ying. Agar yo'q, bunaqa hech ma'qul emas, bittalab yozib ko'rsating desangiz yozib ko'rsataman. Bittalab yozib bersam, yozib turib ishlaganimda ozgina videoni vaqti uzoqroq bo'lyapti-da. Masalan, 3 minut, 4 minutlik bo'lib qolyapti. Shunga bunaqasiga olyapman. Qaysi biri ma'qulligini bildirsangiz, men shunga qarab video olaman. Demak, boshladik. Karbon kislotani qanaqaligini bilmagan uchun RCOO kaliy deb yozdim. Kaliy tuzi plus kaliy gidroksid bilan reaksiya ketyapti. Mana ko'rib turibsiz. Shunda karbon oksil guruh, ya'ni SO kaliy gidroksiddagi kaliy bilan kislorod birikib kaliy karbonat hosil qiladi va R bilan H gaz chiqib ketadi. Xo'p, bizda 58 gramm mol miqdoridagi degan joyga e'tibor beramiz. Mana mol miqdoridagi 58.8 keyin 0.3 mol qo'shildi. Keyin bitta 70.8 gramm qattiq qoldiq va gaz ajraldi. Endi bu masalani ishlash ozgina murakkablik joyi. Mol miqdordagi degani 58.8 hammasi reaksiyaga kirishmasligini bilishingiz kerak. U bilan tenglamaq ishlasangiz hayotda topa olmaysiz. Shuning uchun mana bu yerda nimadan massani saqlash qonuni degan qonun bor. O'sha qonundan foydalanamiz. Ya'ni 0.3 mol kaliy gidroksid massasi 16.8. 58.8 ga 16.8 qo'shsak 75.5. Reaksiyaning chap tarafi. Demak, o'ng tarafi ham 75.6 degani 75.6 bo'lishi kerak. 75.6 bo'ladi. 70.8 gramm qattiq qoldi faqat kaliy karbonat o'zi emas bu yerda. Prosta men o'zini qo'yib murakkab bo'lib ketgan. Ayni qilsak 4.8 chiqib ketgan gazga qoladi. O'sha gaz qaysiligini erib topishimiz uchun 4.8 ni 1 ga ko'paytirib mana 0.3 ga bo'lsak 16 chiqar ekan. 16 ni kvadratni 1 dersak 15, ya'ni SH3. Ya'ni bu kaliy atsetat bo'lgan ekan. Nimaga 70.8 gramm qattiq qoldiq deb aytyapti masalan shartida aniq aytilmayapti deganda, mana endi topib oldik biz nimaligini. Endi proporsiya bo'ladi. 0.3 ni mana 1 da SH3 qo'ysangiz mana uning massasi 98 bo'ladi. 98 ni 0.3 ga ko'paytirsangiz 29.4 chiqadi. Aytmoqchiman. Mana bu yerga molekula massasi SH3 hisoblab olsangiz 98 bo'ladi-da. Uni 0.3 ga ko'paytirib 1 ga bo'ling 29.4 chiqadi. Bu degani 58.5 ta hammasi reaksiyaga kirishmagan paytda bekorga mol miqdorida demagan. Agar bu bilan ikkalasini mana 0.3 qo'ying 58 proporsiya qilib topaman desangiz, adashib qolasiz, chiqmaydi. Keyin qattiq qoldiq desa, mana ortib qolgan 70.8 esa ortib qolgani bor. Endi mana tushunmasangiz, buni molekula massasini hisoblasangiz 138 bo'ladi, ya'ni 78 ga 60, 138 ni 0.3 ga ko'paytirib olsangiz 41.4 chiqadi. 70.8 dan 41.4 dersiz 29.4 ortib qolgan kaliy atsetat bo'ladi. Endi bizda masalada 58.8 gramm karbon kislotani kaliy tuz eritmasi elektroliz qilindi. Elektroliz qilsak mana qarang. 0.6 mol bo'ladi. 58 dan 98 ga bo'ldik, reaksiyani yozdik va gazlar karbon angidrid, etan, bu anodda, katodda vodorod chiqadi. Hisoblasak, qarang men bu yerda e'tibor berasizlar. 2 molga 1 mol, 3 mol, 3 mol nima hajmi 67.2 litr bo'ladi. 67.06 ko'rib 2 bo'lsa 20.16 litr ajabli oldim. Endi tabiiyki savol tug'ilishi mumkin. Nimaga buni vodorod hisoblamayman? Buni vodorod hisoblaganimda yana 1 dan 0.6 ga 0.3 mol ko'paytirib 6.2 qo'shsa 26.88 deb javob bo'ladi. Bu ham gaz degan savol tug'iladi, lekin masalada zaif ketyapti. Elektroliz qilinganda hosil bo'lgan murakkab gazlar, gaz deyaptilar, ya'ni karbon etan murakkab deyapti. Bizda vodorod oddiy gaz. Buni hisobga olishingiz kerak. Demak, javob A. E'tiboringiz uchun rahmat.